Assalamu alaikum dostlar, qadrdonlar. Bugun kun bo'yi Aygul Aydana qizimizning uyining masalasini ko'rib chiqib, ko'p o'ylandim, ko'p balay o'ylab o'tirmiz. Hech bir narsasi to'g'ri kelsa, bir narsasi to'g'ri kelmayapti, shunday bo'lib o'tiribdi. Sol uchun bir qarorga to'xtaldik. Buni albatta qayta o'ylab, o'sha qarorga to'xtaldik. Buni ma'qullaysiz deb o'ylayman. Ya'ni hozir ko'rsataman sizlarga. Bu uy Aydana Aygul'dan mamasi, ya'ni babulyasining uyi, kempir opasining uyi. Bularni endi qarib bo'lib turgan yo'q uy. Lekin shifri bu yerda az-maz bo'lsa жұмыс ishlab imkoni bor ekan. Ko'rsatgan uyimiz ulkan kempir opadan qolgan eski joy. O'manda vodoprovodda borib turgan yo'q. Keyin bir banya istep berek az-mazna qizlarni cho'mildirsin arqayın deb qarasak, o'g'an imkon yo'q. Ya birde basimiz qatib qolib, eng sonunda o'sha qarorga keldik. Qarang, umr xavfi bor ekan sirtda birinchi o'rinda. Uyni ko'rsataman, hozir buni chiqarib bosatib berib o'tiribdi. Bu yerda da bir qizi o'tirgan ekan, kichkina bo'pemenen. Endi aytavermayman ko'p narsani. Ma'qullaysiz deb o'ylayman, men bizga ishonasiz deb o'ylayman. Mana kirgan yer biz qanday qilib rejalashtirib o'tiribmiz. Vodoprovod kirgan, qarang. Buna yerga sho'mildiruga banya istewga bo'ladi. Eng dastlab kotel tartib chiqamiz. Bu uyga xudo xolasa kotel tartib chiqqandan keyin uy isiydi. Buna yerga banya istesak bo'ladi ekan. Qarang. Stяшкилеп polga kelmaydi. Stяшкилик desek stяшкиga kelmaydir. Ya'ni stяшкиga keltirish uchun qo'yib, olib, portalay жұмыс istep, xullas bu so'zib ketacak. O zatga ona javob bermayapti. Bundan kesikning nesi degandek. Сол үшін biz ne qilamiz? Şangni ko'tarmak uchun yaxshilab betini sipirib olib, qatlamni chiqarib, folga to'sib, linoleum to'sib, shangni yuqori ko'tarmaydigan qilib qo'yamiz endi. Shunday ahvolda ko'rdingizmi? Ne? Keyin hammasining boshidan bo'z tortgan, qayta bo'z tortib chiqishimiz kerak. Bunday etib bo'z tortib chiqishimiz kerak. Qarang. Bo'z. Bu yerda bundan жақсы ысıydı. Onu paylaşmayız, lekin kotel qilamiz. Xudo xolasa ham bu yerga hammasi siyadi. Kichkina qizi men ulkan persenti, kechagi qizi menen Aydana Aygul menen mamasi, apamizning o'zi de bir o'ylasdik. Biz yaxshisi o'sha uyni sizga isitib, issiq qilib beraylik dedik. Remont qilib, juda anday qilib bera olmaymiz deb tushundirdik. Stenalarni aqlab, yuqoriga da aq bo'zlardan tartib, astini shang ko'tarmaydigan qilib, kotel qurib, shunday etib issiq yer qilib bersak, o'sha yerda hammamiz o'tirgan ma'qul deb o'ylayman. Sebebi arjaqda ko'rsatgan uyim budan da eski uy ol. Ol yerga men o'yladim, kimdir Alloh rozi bo'lsin bizga qo'ng'iroq etib, spalniy beraman deb o'tiribdi. Divanning harakatini qilaylik deb o'tiribdi, yerda yotib qolsin deb. Sol divanlar, spalnilar, toza ko'rpa, to'shaklar, toza kiyimlar barlig'i toza yerda bo'ldi qaraydim. Себебі oyoqdan javon o'tib ketadi. Bizning apargan narsalarimiz baribir vayron bo'lganligi sababli o'sha narsani toza yilga дейін ishlashga harakat qilayman. Maksimal tezlikda tek qana qo'ng'iroq etib, kommentariyada plastik qo'ying, yana bir narsa kerak emas, aniq jardam beraman degan odamlar qo'ng'iroq eting-da, ayaman 100 ming, 200 ming, 300 ming. Sebebi usta двойной жаллаймызда 5 kun içinde Xudo xolasa harakat istep ko'raman. 31 dekabr o'sha uyda o'sha iki narasta qizimiz o'tirib dasturxon ustida жаңа жылda kutib oladi deb. Qayta aytaman, maksimal tezlikda istashimiz kerak buni. Menimcha, mening rejim sizlarga ma'qul bo'ladi deb o'ylayman. Alloh rozi bo'lsin. Bersingizdan qo'llab-quvvatlaysiz deb o'ylayman. Tezlik bilan mayda-chuyda narsalarga e'tibor bermaymiz. Tezlik bilan usul istaymiz. Kimde chiqqan divan bo'lsa da toza bo'lsin, lekin uyinde shkaf bo'lsa da truma degan narsalar bo'ladi. Satsab qo'yатын bolalarning kiyimlarini qo'yатын shkaflar bo'ladi. Kimde chiqqan uyinde ortiqcha turgan bo'lsa, shiverasiz. Себебі bu uyda hech narsa yo'q. Hech narsa yo'q. Tozadan to'sib, tozadan bir zat kirgizib berishimiz kerak. Bunday bo'lsa, boshladik do'stlar. Harakat. Allohga tavakkal, ulguramiz.